O'rta Chirchiq tumanida eng oldi beshbarmoqlardan bittasi, hammaga tavsiya qilamiz. Kelinglar. Bor 5 barmoq nomerading. Assalomu alaykum azizlarim. Mana ikkita dugona kelib, mana shu yerda obedimizni qilib, suhbat qilib o'tiribmiz. Kesalaring bo'ladigan joy ekan. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Beshbarmoq, yangi beshbarmoq ochilibdi. Kelinglar mehmonga. Zo'r ekan, gap yo'q. Beshbarmoq, cho'tki hammasi. Biz Piskentdan keldik. Qo'ylar yelni kelib qolibmiz. Tulpor beshbarmoqqa kelingizlar, dam tomoq, ornayi shahramiz barilaringizni. Yegan odam adashmaydi, puliga yutqizmaydi. Puliga yarasha mazza qiladigan joy. Tulpor kafesini eshitib keldik mana Hojona bilan. Taomlari juda mazali, toza, pokiza, xizmati yaxshi, hamma ham bor ekan.